أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. Bütün hamd sanalar, maqtaşlar ve alqışlar alemlerinin Rabbi Allah'a olsun. Vel aqibetu lil muttaqin. Bütün yaxşı aqibetler, muvaffaqiyetler hoşyarlarga, oyğaqlarga olsun. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammed ve alihi ve ashabihi ecma'in ve ashabihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Salat ve selam, qo'llashlar ve bütün destekleşler Allah'ın peygamberi ve bizning rehberimiz Muhammed aleyhisselam'a, onun ailesiga, onun sahabelerine ve onun yoludan mangan yoldaşlarına kıyametçe salam ve qo'llashlar bo'lsin. Assalamu alaykum. Qadirlik Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarim. Bugun Ramazonning 7-kuni. Bugungi suhbatimiz Fath surasining eng oxirgi oyatidan bo'ladi. Fath surasi degan ozodlik surasi, vatanni ozod qilish surasi degan gap. Bu surada Rabbimiz vatanni ozod qilishning ne kadar güzel iş ekanligini, ne'mat ekanligini, izzat ekanligini, vatan ozod qilishning gunohninki burunqi gunohlardan tortib, keyin o'tkazilgan gunohdan tortib hammasining mag'firat bo'lishiga vasila bo'ladiganligidan boshlab tushuntirib keldi. Eng oxirisida bu sura tugaydigan yerda Alloh mundaq deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية. Bu surun ahirinde Rabbimiz Muhammed Aleyhisselam'ı bizge tushundiryapti. Muhammed Aleyhisselam hakkında Allah guvalık beryapti bizge. Ey bandalarim, Muhammed Allah'ın Resuludur. Muhammedun Resulullah. Muhammed Allah'ın peygamberidir. Allah'ın elçisidir. Elçi degan nima degan gap? Allah nima qilmoqchi bo'lsa, Allah nomiga ish qiladigan kishi, Allah nimani so'zlamoqchi bo'lsa, Allah nomidan Allohning kalomini sizga yetkazgan, so'zlaydigan va yetkazadigan kishi. Shuning uchun Muhammadning yo'li mening yo'lam, Muhammadning so'zligini mening emrim bilan so'zlaydi, Muhammadning qilg'ini mening ruxsatim bilan qiladi. Shuning uchun bu Muhammad mening payg'ambarim, menga qanday iymon etsanglar, Muhammadga shunday iymon etishinglar shart deb Hazrati Muhammad alayhissalomning payg'ambar ekanligini va uningga iymon etishimizning mu'min musulmon bo'lishning shart ekanligini, uningga itoat qilishimizning shart ekanligini bu oyat bilan e'lon qildi. E'lon qiliblar, ki Muhammad alayhissalomga ergashganlarning sifatlarini deb berdi. Muhammadga qanday kishilar ergashidi? Muhammadga ergashganlarning bu dunyodagi sifatlari nima? Rastchillar, mana suhbatning temasimi? Muhammad alayhissalomga ergashgan rastchillarning boshqa insonlar bilan bo'lgan siyosiy muomalasi va munosabati dedik ya. Bu Muhammad alayhissalom ham payg'ambar. Payg'ambar bo'lgandan keyin Allohning amri bilan ummatga rahbarlik qiladigan bir siyosiyon. Siyosiyon degan rahbarlik qila oladigan, insonning, millatning, ummatning istiqbolini o'ylab ish qiladigan, ummatning manfaatini, insoniyatning manfaatini birinchi o'ringa qo'yib ish qiladigan kishini nima deymiz? Siyosiy rahbar deymiz-ku. Shu Muhammad alayhissalom butun olamlarga siyosiy rahbar qilib evatilgan bir payg'ambar. Endi biz o'zimizni shu payg'ambarning ummati deymiz.
kichiltayli biraz. Biz Sharqiy Turkiston xalqini şu Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti deymiz özümüz. Rasqo biz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti. Ümmeti bulalasak faxrlansaq bo'ladi. Faxrlanamiz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti buluşumuzdan faxrlanamiz. Amma o Muhammed Aleyhisselam'a ümmet bulaş unda asan iş yo'q. Muşo Allah hazır deb beradigan sifatga uyg'un bo'lsak Muhammadning ümmeti. Amma bu sifatga uyg'un bo'lmasak saxta ümmet hisoblanib qolamiz. Shuning uchun Allah deydi-ki: "Vallazina ma'ahu" Muhammad bilan billah bir yo'lda manganlar. Muhammadning izidan manganlar. Muhammadning izidan mengib Allah'ni razı qiladiganlar, Allah'ni razı qilish orqali ebedi baxt, saodatmanlikka erishadiganlar shunday kishilarki ashidda alal kuffar qarshi beklam kuchliq. Kuffarga qarshi beklam kuchliq. Ruhamau baynahum o'zaro beklam mehribon, merhametlik deb sifatlaydi. Hem de bu eşidda kelimesine qarindoshlar tushunish uchun bu Allah'ın maqsadini tushunish uchun kelimelerini tushunishimiz lazım. Eşidda'u degan şedid kelimesinin köp şekli. Şedid degan şiddet yıldızdan chiqadi, nayati kuchliq degan gap. Bardashlik bera oladigan, kuchliq, bek chidaydigan, kuffarlar har qanday hücum qilsimi, maddi, manevi hücum qilsimi, har qanday kuffarlarning saxtapazliklariga, siyosiy hiyllariga qarta sezgurligi nihoyatda yuqori bo'lgan insonlarni eşidda deyiladi. Ya'ni kuffarlar bu musulmonlar, ya'ni Muhammadning yo'lidan manganlarga bir ish qilaman deb bularni osonlikcha bo'y egdirolmaydi deydi. Eşidda kelimesi qarindoshlar kuchliq degan bo'ladi dedik. Endi o'zimizningki mushu eşidda qatorisiga kirimizmi, kirmaymizmi? Biz musulmon bo'lish sifatimiz bilan biz kuffarga qarshi kuchliqmi, kuchliq emasmi? Endi kuffarni endi aniqlashtiraylik. Mesela Sharqiy Turkiston xalqiga nisbatan kuffarimiz kim? Bizning kuffarlarimiz şu Xitoy tajovuzchilari va uningga ishlayotgan milliy munofiqlar. Buni kafir deymiz. Munofiq degan shu kafirningki o'zini yushirib olgan tipini munofiq deyiladi. Ma'no jihatda o'xshash. Kafir, munofiq Allohga ishonmaslikda o'xshash ishonmaydi. Amma kafir uchiq oshkora ishonmayman deydi Xitoydek. Munofiq ishonaman deb turib Xitoyga ishlaydi. Ishonaman deb turib Sharqiy Turkistonlikqa zarar beradi. Ishlayman deb turib Sharqiy Turkistonlikning yo'q bo'lishiga sabab bo'ladi. Buni munofiq deymiz. Endi Muhammad Aleyhisselamga ergashgan mu'min va musulmonlar bu tipdagi kafir va munofiqlarga nisbatan nihoyatda qattiq ching turadi deydi. Allah yana başka bir ayette Peygamber Aleyhisselam'a hitap kıldı ve her bir insan hitap kılıp وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ Kafirga ve münafıka itaat kılma sen deydi. Bir müminin, bir musulmanın kafirga itaat kılıp yaşşı, münafıka itaat kılıp yaşşı bizning dinimizde to'g'ri emas. Endi o'zimizga tatbiqlagan vaqtda Sharqiy Turkiston xalqining Xitoylarga itaat qilishi ve milliy munofiqlarga itaat qilishi, ularni beshini ko'tarishi to'g'ri emas degan gap. To'g'ri emasligi to'g'ri emas-da. Endi biz hayotimizga qarab baqsak, Xitoyga qarshi kuchli tura oladikmi? Xitoy istixborotiga qarshi, Xitoy josuslariga qarshi kuchli tura oladikmi degan vaqtimizda ahvolimiz o'tirg'i chiqadi. Eğer Xitoy bizni gollayman deb kelsa, Xitoyga gollaygan bo'lsak, Xitoyning munofiqlari aramizdan chiqib bizni katanga boshlayman desa, uning orqasidan mang'an bo'lsak, biz kuchli bo'lgan bo'lmaymiz. Biz bu kafir ve munofiqlarga kuchli bo'lmagan bo'lsak,
Muhammed Aleyhisselam'ın arkasından mangan mümin musulmonlar ekanligimiz yolg'on bo'ladi. Chunki Muhammedga ergashgan sallallohu alayhi vasallam. Peygamberimiz Muhammedga ergashgan musulmon unda bo'shon bo'lmaydi. Unda ahmoq bo'lmaydi. Unda döt kalva bo'lmaydi. Ikki to'rtta nima gapga, yaxshi gapga, chiroyli gapga, saxta gapga, hiyla mikrlarga ishinib ketmaydi. Chunki ashidda nima uchun? Bizning dinimizda musulmonlarga qarshi, islomiyatga qarshi bo'lganlarni kuffar deyiladi-ku. Kuffarning versiyonlari bor. Ba'zi yerda sifatlariga ko'ra mushrik deb ataladi kuffarlar. Ba'zi yerda munofiq deb ataladi. Ba'zi yerda mulhid deb ataladi. Ba'zi yerda fasiq deb ataladi. Ba'zi yerda fojir deb ataladi. Shu kafirlarning qilayotgan qilqining xarakteriga ko'ra, insoniyatga berayotgan zarariga ko'ra Allah ularni farqli ismlar bilan ataydi. Ammo natijada hammasi kafir, hammasi jahannamga ketadigan kishilar. Aslında xatarlik eski insonlar bo'lg'achqa musulmon bularga qarshi hushyor bo'lishimiz lozim. Hushyor bo'lgan vaqtimizda qanday bo'ladi? Masalan, Xitoy bizni kontrol qilishni nim bilan kontrol qiladi? Masalan, biz chet elda yashayotgandan keyin vatandikilni askarlar bilan kontrol qiladi, saqchilar bilan kontrol qiladi, qurol yaroqlar bilan kontrol qiladi. U hamda asirga tushib qolgan millat bo'lgandan keyin uni Xitoy xohlaganini qilyapti. Ko'ryapmiz, bilyapmiz. Ma chet eldagilarni nima deb kontrol qilyapti? Chet eldagi musulmonlarni chet eldagi musulmonlarga musulmon surati bilan kelib kontrol qilyapti. Masalan, xalqimiz musulmon xalq bo'lg'achqa, diniy olimlarni yaxshi ko'radigan bo'lg'achqa, nurg'un insonlar diniy olim sifatida o'tirib chiqib, xalqimizni kontrol qilishga tirishadi. Bunun bilan diniy olimlik maqomiga tushsak bo'lmaydi. Olimlik bek ulug', yaxshi, xalqni yaxshilikqa rahbarlik qiladigan toifa diniy olimlar. Islom dini uchun, Alloh rizosi uchun xizmat qilamiz deyotgan diniy olimlarning maqomi bek ulug'. Xalqimiz buni biladi, shuning uchun hurmat qiladi. Ammo buni xalqimiz bilgandek Xitoy tajovuzchilarimi biladi. Bilgechki bizni aldash uchun o'zining istixborot xodimlarini dini olim sifatida bizning oldimizga chiqardi. Dini olim sifatida chiqargan vaqtda biz dini olim bo'lgan so'gimiz bilan ergashib qolamiz. Shuning uchun bunday qiltaq tushmaslik uchun shu bizga xizmat qilaman degan dini olimlarimizga qaraymiz. Ashidda bo'lamiz. Mu'min musulmon bo'lgan bo'lsak, ularga ashidda bo'lamiz. Ashidda degan nima degan gap? Bu ağızlığı ayet hadisini obdan so'zlaydi ekan. Endi bu necha vaqtni yo'q nemish qilgan bo'g'iydi deb tarixiga bir qaraymiz. Qaysi maydonda tug'an bo'g'iydi, nada o'qigan bo'g'iydi. Mushu vatanimizdan hech kim chiqolmaydigan vaqtda bu nadan chiqib, nada o'qidi, bu kimning balasi, nada cho'ng bo'lgan odam deb backgroundni, oq ko'rinishni surishtirib qilamiz. Shubhalik bo'lgan bo'lsa, unaqa ehtiyotchan muomala qilamiz. Ishinib ketmaymiz. Muomala qilishda insoniy muomala qilamiz, ammo ishinib ketmaymiz. O'zimizning sirlarimizni berib etmaymiz. Muhim yerlarga xizmat qiladigan, jon tomirimizni biladigan, kontrol qiladigan yerlarga ekanmaymiz. Mashinaning rulini sen tut deb mashinaning rulini bermaymiz. Maxfiyatlikdan bo'lgan yerga nima qilmaymiz. Faqatlam xizmat qilaman desa, xizmat qilaman deb tekshirish orqali sinoqdan o'tgan vaqtda, bu pokiz odam ekan. Sinoqdan o'tgan vaqtda ishindigan bo'lamiz. Ba'zi vaqtda yolg'iz diniy olim emas, endi xalqimiz ziyolilarni cho'ng bilgandan keyin ziyoli toifasidimi, tipidimi Xitoylar chiqirdi. Hech kim deyilmagan gapni deydi, pong atadi. Atgandan keyin voy nada chiqqan bo'g'itdi bu odam deb shunda rahbarimiz qilg'imiz kelib ketdi. Shunda ham aqsiga qarasak, shu Xitoyning tarbiyalab chiqarganligi, nada o'qiganligi, kimning qo'lida ta'lim tarbiya ko'rganligi aniq.
Endi bir adam 20-30 yıl Xitoyda tarbiya ko'rib, kommunist ideyasi bilan cho'ng'ilab, chet elga chiqqandan keyin bir kunda almış bilan musulmon bo'lib qolmaydi. Bir insonning ideyasining o'zgarish uchun nurg'un vaqt ketadi. Shuning uchun bunda tipdagi insonlarga aldirab ishonib ketmaymiz. Ammo ishonchlik biladigan, orqasini biladigan ishonchlik ziyolilarimiz bo'lsa, beshimizga olib ko'taramiz. Diniy olim bilan ziyolining asli hech qanday farqi yo'q. Bizning dinimizda diniy saat o'qiganlarni diniy olim deb olamiz. Fanniy jihatdan kelganda ziyoli deymiz. Ziyo degan arabchadagi ziyo kalimasidan chiqadi. Yorug'liq, oydinlik, nurliq, nur chachqichi, oydinlatqichi degan gap ziyoli degan. Ziyoliq degan gap asli. Burunqa konu tilimizda ziyoliq deyishni ziyoli. Türklar shunday deydi, Qashqarli. Turkistonli deydi-ku, biz liq deganda li deb ishlatamiz. Biz konu tilimizdan ziyoliq degan gap ziyoli deb kelib qoladilar. Asli ziyoli bilan diniy olim bir gap. Chunki diniy olimning kallasi nurliq bo'ladi, o ziyolining kallasi nurliq oydin, hammani ko'ra oladigan. O ziyolining kallasidagi nur nereden keladi? Allohning nuridan keladi, Allohning ziyosidan keladi. O ma'rifatli inson bo'lg'achqa, arif bo'lg'achqa, Allohni tunig'achqa, uning bilimi uni Allohga uliyalgan bo'lg'achqa, tokni toksimini tokku olsa, chiroq yongandek, inson qalbidagi bilimni Allohga uliyalsa, kallasida lampa yonadi. Shunda alam kalla aydın bo'lib ketadi. Bundaq insonlarni ziyoli deymiz. Endi biz onu birleştirip hemen dini alim desek bo'laverdi. Allohni tunigan ziyolini dini alim desek bo'laverdi. Endi Xitoy bizni aldash uchun mana shunda har turli odamlarni chiqardi. Biz Muhammed Aleyhisselamga ergashgan inson bo'lgan bo'lsak, o'zimizni qo'g'dash, o'z manfaatimizni qo'g'dash, milliy manfaatimizni qo'g'dash nuqtasidan ehtiyojlik bilan muomala qilib, ularning sharridan o'zimizni ve milliy manfaatimizni qo'g'day olsak, ashidda bo'lgan bo'lamiz. Endi ba'zi insonlar tarjima qilgan vaqtda kofirlarga qarshi bir qattiq deb tarjima qiladi. To'g'ri emas. Qattiq, muomalada qattiq bo'lganni bizning Qur'onda g'ilab وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ deyiladi. Ya Muhammed sen g'aliz bo'lgan bo'lsang, ya'ni muomalasini aytib qo'pol, insonlarga sert muomala qiladigan, yomon muomala qilgan bo'lib qolgan bo'lsang, g'alizal qalbi qattiq, marhamatsiz bo'lib qolgan bo'lsang, sana insonlar ergashmaydi deb payg'ambar alayhissalomni qattiq muomala qilishdan, qo'pol muomala qilishdan cheklaydi Qur'on. Bizni mi cheklaydi? Shuning uchun mu'min musulmonlar muomalasi qattiq bo'lolmaymiz. Qo'pol, hurmatsiz, İslam'a xilaf ma şekilde muamele kılamayız. Hakni tillash qo'yasli bo'lmaydi u. Bularning xususiy kishiligini tillashga qat'iy bo'lmaydi. Dinimiz cheklaydi uni. Axloqqa uyg'un emas. Muomaladimi? Unda axloqsizcha muomala qilmaymiz. Normal insoniy muomala qilamiz, adolatli muomala qilamiz. Ammo milliy manfaatimizning bayiriga keladigan vaqtda ve zarar veriş ihtimali bo'lgan yerligiga nisbatan ishonmaslik bilan ehtiyotcha muomala qilamiz. Jon tumunimiz bayaliga ekanmaymiz degan gap. Ashidda degan bu. Ya'ni kafirning hiyla mikrasiga qarshi, ta'tib propagandalarga qarshi, psixologik hujumlarga qarshi nayt chidamchan bo'ladi Muhammad alayhissalomga ergashganlar deydi. Bu kafirga qarshi. Endi ruhmau beynahum o'zaro bek marhamatli bo'ladi. O'zaro degan nima degan gap? Mu'min musulmonlar o'zaro marhamatli bo'ladi. Endi buni biz Sharqiy Turkiston xalqining boshiga tatbiqlagan vaqtimizda biz Sharqiy Turkiston xalqi musulmon xalq, mu'min xalq. Ammo 75 yillik ishg'oliyat tariximizda
Xitoy bizning milliy ma'rifimizni yo'q qilib o'tgachga ma'rifsiz qoldik. Milliy armiyamizni yo'q qilib o'tgachga askarlik ilmidan, askarlik engidan mahrum qoldik. Devletimizni tatib olgachqa, devlet tutib boqmagachqa, devlet boshqarish engi, devletchilik engidan mahrum qoldik. Siyosiy angdan mahrum qoldik. İstihbaratımız bo'lmagachqa, istihbarat engidan mahrum qoldik. Devletimiz bo'lmagandan keyin xalqlar bilan diplomatik munosabat o'rnatamagandan keyin xalqaro munosabat qanday bo'ladi, diplomatik munosabatlar qanday bo'ladi, bundan xabarsiz qoldik. Umuman qilib aytgan vaqtda biz Sharqiy Turkiston xalqiga manfaat bo'ladigan har qanday ilmdan, har qanday foydali narsalardan biz mahrum qoldirildik. Mahrum qoldirilgandan keyin süpunimiz tushib ketdi. Dünya millatlarının ahırda qaldık. Ahırda qalgandan keyin endi bu millat sifatida hammamizda bu illat bor. Hammamizda bu illat bo'lgandan keyin biz o'zaro bo'lgandan keyin birsimizning yetersizliklarimizni ko'rgan chog'imizda, xatoliklarimizni ko'rgan chog'imizda qanday muomala qilamiz? Marhamat bilan muomala qilamiz. Bu qarindishimning ma nuqtalarda masalan diniy jihatdan ma xatoliklari bor. Demakki bu Xitoyning yuzidan mening bu qarindishim diniy jihatdan saviyasiz qolgachqa bunchalik ayiblar bo'ladi. Meningmi nurg'un ayiblarim bor, meningmi nurg'un qusurlarim bor. Shunga o'xshash bu qarindishimning qusuri bo'lishi normal. Bu Xitoy tajovuzchilarining yuzidan bo'lgan ish deb o'zaro marhamat qilib, diniy jihatdagi xatoliklarni uning qalbini qirmay turib, azar bermay turib, uni tuvanga tushirib, haqoratlamay turib, chiroyli gap bilan do'stona shaklda uni tushundigan vaqtimizda u normal musulmon bo'lgandan keyin uni qabul qiladi. Ba'zi insonlarning bilmay, siyosiy anga bo'lmag'achqa, bilmay siyosiy gaplarni og'zidan chiqarib soladi. Bunda insonlarga qarindishim ma'vo gap hamda his to'yg'u nuqtasidan desak to'g'ri bo'lganda qilgan bilan siyosiy nuqtadan to'g'ri emas. Ma'vo gapning o'rniga ma'ni ishlataylik deb o'zaro Xitoyga ishlamaydigan insonlarga chiroyli gap qilsa hamon qabul qiladi. Ko'rib turyapmiz bu dunyoda. Netchan yilni yoqi hammadam Shinjang deydigan shu rezil ismni tashvitib hozir hammadam Sharqiy Turkiston deydigan bo'ldi. Buningda o'zaro kuyimchanlik, to'g'rini deyish orqali insonlarning ko'zining ochilishi, ong saviyasining yuqoriga ko'tarilishi bilan o'zgaryapti. O'zgarishni ko'ryapmiz. Xalqimizdagi siyosiy ongning ko'tarilayotganligini ko'ryapmiz. Mana shunday ahvolda qarindoshlar bir-birimizga mayli siyosiy xatolik bo'lsin, mayli diniy xatolik bo'lsin, axloqiy jihatdan xatolik bo'lsin, muomala jihatdan xatolik bo'lsin, nima bo'lishidan qat'iy nazar biz o'zaro bo'lgan vaqtimizda marhamatlik, rahmat tuyg'usi bilan muomala qilamiz. Mushummi menga o'xshash bir mazlum Xitoyning zulmiga uchrab ketgan qarindishim. Buning bu xatoligini deb qattiq tegsam bo'lmaydi deb marhamat bilan muomala qilamiz. Birsimizga keng qo'sab qo'yamiz. Birsimizga gap qilish uslubini bilmay qalbimizni qirib qolgan bo'lsak, kechirim qilib etamiz. Eng az kechirim so'rgandan keyin kechirim qilib etamiz. Qarindishim ma gapni men manda o'ylab deb qopganman, sizlarni xato tushunib qopganman, aslida bu eski odam emaskanlar. Unda bo'lgandan keyin men falon vaqt degan gapimdan uzr tilayman, xafamasizlar degandan keyin kechirim qilib etamiz, afv qilib etamiz. Kel qarindishim deb quchoqlashib do'st bo'lib olamiz. Mushunda qilib o'zaro marhamatli muomala qilgan vaqtimizda qarindoshlar, insonlar bilan do'st bo'ladi. Aileler bilan do'st bo'ladi. Tashkilotlar bilan do'st bo'ladi. Jamoatlar bilan do'st bo'ladi. Davlatlar bilan do'st bo'ladi. Insoniyat ittifoq etadigan hal keladi. Bu ahvol Muhammad alayhisolamning ummatiga yarashadigan bir ahvol. Bunda bo'lmaychi, xuddi bijaning sotchisidek yoki bijaning saqchisidek kichikini ayibni ko'tarib olsak, dopni chalib, shunday qilib shamsha haqni rezil qilib o'ynasak, ittifoqlik deydigan narsa qolmaydi. Qanday biz o'zimizni g'ururlik, izzatlik deb hisoblasak, eng eski deyilayotgan insonlarning g'ururligi o'ziga kuchli. Shuningdek izzat nafsi bo'ladi o'ziga kuchli. Haqni haqorat qilish bilan,
tillash bilan bir yerdan bir yerga ekagili bo'lmaydi. Bularmi Sharqiy Turkiston xalqi Xitoyga ham ishlamasa, milliy munofiqlar bo'lmasa, qandoq marhamat qilsak, qandoq chiroyli muomala qilsak, qandoq keng qo'saq bo'lsak, arziydi bizning xalqimiz. Ma chet elda birimiz bilan tillashib, humuyishib, birimizga dushmandek bo'lib ketgan bilan qarindoshlar. Shu xalqni shu vatandagi xalq deb o'ylab boqaylik. Biz xalq bek oqko'ngil xalq. İşimiz ağrıp gittiğin, istiklam təsirlenip gittiğin obdan xalq. Endi bu karakterimizden Xitay obdan paydalanıp ketip bardı da. Buna Xitay paydalanma, yüzümüz paydalanışımız lazım. Birimizden affı qilishimiz lazım, keng qo'saq qilishimiz lazım. Haq eskilik qilsa, yaxshilik qilishimiz lazım. Aş Qur'ondagi eskilik qilganga yaxshilik qilsan degan gap, o'sha o'zaro bo'layotgan gap bu. Ama düşman eskilik qilsa, yaxshilik qilsa deydigan oyat yo'q. Düşmanda eşiddâ alel kuffar. Düşmanga qarshi nayt chidamsan bo'lasan, unga bo'ysunmaysan, itoat qilmaysan deydi oyat. Biz hamda qarindoshlar o'zaro ittifoqimizni saqlash uchun hem Muhammed Aleyhisselam'a ümmet bulalışımız için o'zaro keng qo'saq bo'lmasa, bir-birimizning ig'irini ko'tarmasak bo'lmaydi. Bo'lapmi? Ma tashkilot egalari. Bo'lapmi? Ma hukumat a'zolari, xalq bilan muomala qiladigan insonlarda hem xalqqa qarshi keng qo'saq bo'lash, hem o'zaro bir-birimizga keng qo'saq bo'lsak bo'lmaydi. Keng qo'saq bo'lmasak bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki keng qo'saq bo'lmagan vaqtimizda adovat tutishga to'g'ri keladi. U adovat kallamizni mashg'ul qiladi. Asli qilishga tegishli ishlarimizni qilib qo'ymaydi. Shuning uchun kallamizda bir odamni tillash, bir odamni haqorat qilish chirvag'an bo'lsa, istig'for aytaylik. Illaki deydigan ish bo'lib qolsa, demasak bo'lmaydigan bo'lib qolsa, uni demasak, uni xalqimiz bilib olishga tegishli bir munofiq bo'lib qolsa, ya bir munofiqning ziyni bo'lib qolsa, bu shu munofiqning qiliqini, shu munofiqning Xitoy bilan bo'lgan munosabatini oshkorlab qo'ysak bo'ladi. Uning oilasiga, shaxsiy ar-nomusiga til tekkizib, balki sat gaplar bilan tillasak, bu o'zimizning sifatini tushirib olgan bo'lamiz. Adavetni uyg'ontib etishdan boshqa o'zimizning sifatimizni tushirib olgan bo'lamiz. Shuning uchun qarindoshlar, biz o'zaro keng qo'saq bo'lishga majbur. Xitoyga qarshi va milliy munofiqlarga qarshi beklam ehtiyotchan, beklam gumonxo'r bo'lishga majbur. Chunki u Xitoyga ishlaydigan munofiq. Uningdan gumon qilmasak, o'zimizga zarar beradi. Chunki u munofiq bizning tipimizga kirib olib kiradi bizning yanimizga. Uyg'urcha so'zlaydi, dindor bo'lgan bo'lsak, diniy nuqtadan so'zlaydi, dindor bo'lmagan bo'lsak, boshqa nuqtadan so'zlaydi. Biz nimani yaxshi ko'rsak, shu nuqtadan so'zlab kelib, bizni o'ziga ram qilishga, o'ziga tortishga tirishadi. Shuning uchun mu'min musulmon kafirga qarshi, milliy munofiqlarga qarshi bek hushyor bo'lishimiz lozim. Bek gumon bilan muomala qilishimiz lozim. Shuning uchun Xitoy va Xitoyning yaloqchilari chet eldagi inqilobimizga yaqin keltirmasligimiz lozim bularni. Yaqin keltirmaslik uchun gumon qilishdan boshqa nima yo'q. Bu istixborotning dasmisi gumon. Bu bir qoida-ku. Nurg'un Uyg'urlar va deb qo'ydi, Uyg'urdan xoin chiqmaydi, Uyg'urdan nima chiqmaydi, josus chiqmaydi deb. Bu naq ash Xitoy josuslarining og'zidan chiqayotgan gap. Bizning vatandek mo'l husulluq, boy bir zaminni besib olgan bir dushman bu zaminning egisining orasiga josus so'qmay qolamdi. Bo'lapmi hozirgidek Xitoyga ishlashga majbur qilayotgan 30 million xalq, 40 million xalqning orasidan bo'lapmi chet elga josus chiqamay qolamdi. Xitoy istixborotining tashkilotlari chet elda istixborot shabakasi bo'lmay qolamdi. Chet elda Xitoyga ishlaydigan Xitoy istixborot tashkilotining a'zolari bo'lmay qolamdi. Buni kichik bo'limi bo'ladigan narsa, ammo milliy
münafıklar, Xitayga işleydiganlar Uygurdan casus çıkmaydı deydi. Bu bizni uxultuş üçün Xitay tarafından berilgen emri fermanının ilanı kılınmıştır. Şunun için hoşyar bulaylı. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden buluşqa Rabbimiz bizni nasip olsun. Muhammed Aleyhisselam'ı itiraf kıladigan, Muhammed Aleyhisselam'a iman etadiganlardan kılıversin. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti bolgandan keyin kafirlarga, milli münafıklarga nayet kuşluk turadigan, ihtiyatchan turadiganlardan kılıversin ve özara merhametlik, kän qosak, kuyumchan kişilerden kılıversin. Biz yaşagan müddetçe İslamiyet'ten ayrılmasın. Ölüdüğün çağımızda tövbe ve imandan ayrılmasın. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.